Quyida funksiya berilgan. Ushbu funksiya bajarilgach, natijasi qanday son bo'ladi? Ya'ni ekranga qanday son chiqadi? Bizdan shu so'ralgan ekan. Bu yerda men sizlarga oson yo'lni o'rgataman. Qarang. Eng oson yo'l shundan iboratki, funksiyalarda bilamizki, return qatnashsa, return o'sha sonni yuqoriga qiymatga qaytarib beradi. Mana bu yerda n berilganmi, n ni noldan boshlab hisoblaymiz. Qanday hisoblaymiz? Mana n teng 0 deb boshlaymiz. N teng 0 da. N teng 0. Mana birinchisi. N teng 0 da pastga tushamiz. N kichkina katta 2. Shart bajarildimi? N, ya'ni 0 kichkina 2 shart bajarilyapti mana. Yo'q, shart bajarilmadimi? Demak, bu nima qiladi? Ha, birinchini olmasdan ikkinchiga o'tadi. Shart bajarilmasa ikkinchiga o'tadi. Yo'q bo'lsa, return nima? Ikkini qaytaradi. Return qayerga ikkini qaytaradi? Nimaga ikkini qaytaradi? Bu n 0 degani bu f 0 degani. F 0 degan. Mana shu f 0'imiz, mana shu f 0'imiz teng bo'ladi 2 ga degan. Keyin ikkinchi yana qaytadi bu iziga. Bu yana qaytadi iziga. Tokim o'sha F5 ekranga chop etmagancha qaytaveradi. Hozir endi biz F0 ni topdik. Return 2 ni qaytardi. Demak, bunga endi n ni endi ikkinchisi n teng 1 qo'yib ko'ramiz. 1 kichkina 2. Rostmi? Yo'q, bu yolg'on. Yana return 2 ni qaytaradi. 2 ni qaytargan vaqtda funksiyamiz, ya'ni F1 endi teng bo'ladi 2 ga. E'tibor berib boring. Endi n 2 ni qo'yamiz. N teng 2. 2 kichkinami 2 dan? Yo'q, kichkina emas. Yana return 2 ni qaytaradi. Mana shu 2 ni qaytaryapti yuqoriga. Yuqoriga degani, ya'ni F2'miz ham, F2'miz ham teng bo'ladi 2 ga degani. Shunga e'tibor bering. Endi n teng 3 da. N teng 3 da degani bu F3'imiz. F3'imiz. 3 kattami 2 dan? Ha, 3 2 dan katta. Endi mana bu shartimiz bajariladi. Mana qarang. Buni qip-qizil qilib olaylik. Mana endi ana bu shart bajariladi. Mana shu bajariladi endi. Endi return shuni qaytarish kerak. Ana shuni natijasini qaytarish kerak F3 ga. F3 teng bo'ladi nimaga? Endi mana buni yozib olamiz. Mana F demak, n'imiz nechta? 3 ta. N3 ayrilgan 1 qo'shilgan F 3 ayrilgan 2. Mana shu. Barobar. F 2'miz qo'shishimiz kerak biz F 1 ga. Mana F 2'mizni qiymati bor. F 1'imizni ham qiymati nimada? Bor. Turibdi mana shu yerda. Qo'shamiz ana shuni. 2 qo'shilgan 2 teng 4. F 3'imiz nimaga teng bo'ldi? Mana 4 ga teng bo'ldi. Yana bu qaytib ketadi yuqoriga. 4 ga teng bo'ladi. F3'imiz chiqdi hali. Hali endi F3 chiqdi. Yana biz F4 ni tortishimiz kerak. Endi n ni tenglashtiramiz 4 ga. 4 kattami 2 dan? Ha, 4 katta 2 dan. Endi F4 ni topsin. F4 ni topsa yana shu mana shu ishlaydi yana. Returnni. 4 dan 1 ni ayirsak F3 bo'ladi bu. Qo'shilgan. 3 dan 2 ni ayirsak F2 bo'ladi bu. Barobar. F3 ning qiymati 4 dedi mana. Mana bu yerda. Qo'shamiz. Demak, F2 ning qiymati 2 edi. 2 ga. Barobar 6 bo'ladi. F4'imiz 6 ga teng bo'ldi.
Keyingisi n teng 5. Mana bu oxirgisi bu. 5 kattami 2dan. Ha, 5 2dan katta. Demak, f5'imizni topamiz endi. F5'imiz teng bo'ladi. Demak, demak 5 dan 1ni ayirsak 4 bo'ladi. F4ni qo'shishimiz kerak. F3dan e, 5dan 2ni ayirsak 3 bo'ladi. F4ni F3ga qo'shamiz endi. F4'imiz 6, F3'imiz 4. 6 qo'shilgan 4 barobar 10 bo'ladi. Demak, nima bo'ladi? Natija shunga teng bo'ladi. F5'imiz nimaga teng bo'lar ekan? 10 ga teng bo'lar ekan. Mana. Funksiya mana shunday shaklda ishlanadi. Endi returnda adashmaslik uchun return 1 bo'lganda nima bo'ladi? Xuddi shu hmm, dastur faqatgina return nimada 1 bo'lsachi. Mana bu yerda return 1. Yana o'sha ishini aytamiz. N ni 0 deb boshlaymiz. Mana 0 kichkina 2. 0 kichkina 2 da shart bajarilmaydi. Return 1 ni qaytaradi. Mana bu yerga yozamiz shu yerda. F 0 da teng bo'ldi 1 ga deb. Endi n 2 ni oladi. 1 ni oladi. N teng 1 da nima bo'ladi? 1 kattami 2 dan? Yo'q. 1 2 dan katta emas. Endi F 1'imiz yana 1 ni oladi. N 2 da. 2 kattami 2 dan? Yo'q. Yana F 2'miz 1 ni qabul qiladi. Ana bu return 1 ni qaytaraveradi yuqoriga. Shart bajarilmaganligi uchun. N teng 3 da nima bo'ladi? N teng 3 da 3 katta 2. Ha, shart bajarildi. Endi shart bajarildimi? Bu returnga tushadi. Mana bunga birinchi returnga. Bu birinchi-ku, shart bajarilsa birinchisi, shart bajarilmasa ikkinchi returnimiz bajariladi. Mana birinchiga keladi va f n dan 1 ni ayirsam, demak f3'da n'imiz 3 ga teng edi. 3 dan 1 ni ayirsa 2 bo'ladi. Shuni to'liq yozaylik. F3'imiz teng bo'ladi. F3 ayrilgan 1 qo'shilgan F3 ayrilgan 2. Mana shuni. Barobar. F2 qo'shilgan F1 barobar. Mana F2'miz, mana F1'imiz. 1 qo'shilgan 1 barobar 2 ga teng bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz endi. Yana bu qaytib dastur bajarilib boshlanadi. N teng 4 da. 4 katta 2 dan. Ha, 4 2 dan katta. Demak, biz F4 ni topamiz endi. Mana bu shart bajariladi yana. Shart bajarildi, rost bo'ldi. Pastdagi return 1 bajariladi. Return 1 ni qiymatini topamiz. O'rniga qo'yamiz. Demak, F4 ayrilgan 1'imiz 3 bo'ladi. Qo'shilgan 4 ayrilgan 2'miz 2 bo'ladi. Barobar. F3 bilan F2 ni qiymatini olamiz. Mana F3 ning qiymati 2. F2 ni esa 1. 2 qo'shilgan 1 barobar 3 bo'ladi. Endi oxirgisi n teng 5. 5 kattami 2 dan. Ha. F5'imiz teng bo'ladi. F demak 5 dan 2 ni 1 ni ayirsak 4 qo'shilgan F 5 dan 2 ni ayirsak 3 barobar. F4'imiz qiymati mana 3. Qo'shamiz. F3'imiz qiymati 2 barobar 5 bo'ladi. Bo'ldi. Dastur mana shu yerda yakunlanadi. Chunki biz F5 ni topdik, bo'ldi. F5 ni qiymati 5 ga teng bo'lar ekan.